Feberlik kompaniyasi o'zining mijozlarining talab va istaklarini inobatga olgan holda o'zining sifatli va hamyonbop mahsulotlarini taqdim etishda davom etadi. Bugun shampunlari haqida ma'lumot beraman. Feberlikning tabiiy shampunlari 95% tabiiy ingrediyentlardan tashkil topgan. Hajmi ham juda ham katta, 380 ml, halol va universal, ya'ni erkaklar va ayollar ishlatishi uchun mo'ljallab ishlab chiqarilgan qora zira shampuni. Qora zira shampunining eng muhim xususiyatlaridan biri soch to'kilishiga qarshi samarali vosita. Sochning tuzilishini butun uzunligi bo'ylab mustahkamlaydi va 100 dan ortiq elementlarni o'z ichiga olgan. Asalli shampunimizning eng muhim xususiyatlari oziqlantirish. Sochdagi ortiqcha qurishni oldini oladi, soch follikulalarini mustahkamlash uchun xizmat qiladi va tabiiy hisoblanadi. Aloe shampunimiz, aloe muhim xususiyatlaridan biri tiklantirish, ya'ni soch tolalarini mukammal namlash va haddan tashqari qurishni oldini oladi. Shikastlangan sochlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Aloeni bilamiz, juda ham davolovchi xususiyatga ega. Qichitqu o't, bu mustahkamlash eng muhim vazifalaridan biri. Sinuvchanlik va soch to'kilishini oldini oladi. Sochingizga tabiiy sog'lom porlashni beradi va sochingizni butun uzunligi bo'ylab to ildizidan soch uchigacha bo'lgan qismini oziqlantirib berish vazifasini bajaradi. Bu shampunlarimiz hammasi 95% tabiiy mahsulotlardan olingan, ximikatlar qo'shilmagan va sizga shuning uchun ximikat qo'shilmagani uchun hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q.